Hozir o'g'rilar juda ham ko'payib ketibdi. Ayniqsa kitobxonlar orasida. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Kitob o'qiyman deydi, lekin tap tortmasdan o'g'irlik qiladi. Qaysi bitta nashriyot kitob chiqaradi. Kitob chiqarish uchun muallifga to'laydi, muharrirga, tarjimonga, dizaynerga, qog'oz uchun xarajat qiladi, kitob chiqaradi. Keyin bitta aqlli chiqadi, uni skaner qilib PDF variantini Telegram kanallariga bepulga tarqatadi. Keyin nima bo'ladi? Keyin xarajatlarni qoplolmagan nashriyot yangi kitoblar chiqarishni to'xtatadi. Biz yangi kitoblar o'qiy olmaymiz va kitob sanoati asta-sekin bizda o'lib boradi. Kitob sanoati siz qolgan jamiyat bo'lsa, rivojlanishi juda ham qiyin. Shuning uchun har bitta PDF kitobni bepulga yuklab olib o'qiyotganingiz bu albatta qulaylik bo'lishi mumkin, lekin kimnidir mulkidan, pulidan noqonuniy foydalanayotganingizni bildiradi. Bu videoni maksimal tarqatib qo'ying. Biz shu narsaga qarshi hammamiz kurashishimiz kerak.